Qahramon postidan 5 kilometr kirganda svetofordan 900 metr kirasizlar. Mana shu farzli xonadonimizda sotilyapti. Hozir uy ichini obzor qilib beramiz. Uyimiz ichini obzor qilib beraman. Qaranglar, nechta mashina sig'adi bu yerga. Bu yog'ini qaranglar endi. Hojatxona, o'zbeklarda kerak narsa. Mana bu shunaqa zeleniy zona qilingan. Tomosha qilasizlar-da, tomosha qilib o'tirasizlar. Bu uyimizda 3,47, почти 4 sotixga tushgan. Xohlasanglar mebel narsalar bilan olasizlar. Xohlasanglar shunda olasizlar. Birinchi bo'lib sizlarga eng zo'r fishkasi podvalini ko'rsataman. Bu podvalga tushganimizda uncha podvallarni bunaqa qilishmayapti hozir, bilasizlar. Mana podvalni qaranglar. Bolalarga игровой qilib bersanglar, вообще katta podval, uyi полный tegi podval. Bu yerda bitta xona bor. Xohlang kladovka qiling, u sizning ishingiz. Zo'r gap yo'q. Bolalar mazza qilib o'ynaydigan joy. Uydan chiqib uyga kiramiz. Uyga kirganimizda birinchi bo'lib zalimiz. Kichkina emas, zalim katta. Bu yerda yana bitta xona bor. Mana. Endi bu yog'ini xona qilasizlarmi, kladovkami, o'zingizlar xohishingizga qarab. Zalimiz katta. Zaldan chiqqandan keyin to'rida oshxonasi. Bu yerda детский xonamiz. Bu yerda yana bitta spalnya. Bu yerda sanuzol. Bu yerda yana bitta spalnyamiz. Bu уже родительский спальня. O'zini sanuzoli bor. Uyimizning narxi 135 ming. Startovoy, ya'ni kelishiladi. O'zingizlar kelib, ko'rib olsanglar bo'ladi. Uyi sotig'i katta. Bemalol kelishtirib olsanglar bo'ladi. Postdan, Qahramon postidan 5 kilometr kirasizlar.